İkinci Dünya Urushi mezgilida bo'yi 1,82 m, eg'irligi 400 jingdan oshadigan bir ayiq jangchi bor bo'lib, uning ishtihodiy harbiy unvoni bor edi. Bu kino emas, balki polshalik ayiq jangchisining afsonaviy hikoyasi. 1942-yili Ikkinchi Dünya Urushi portlab, uzun o'tmay Polsha Andis Jontonining 22-topchilar Lenin ittifoqdosh armiyaning Ironning Hamada vokzalida turishiga yordam berish uchun kelgan bir kuni. Bir necha askar kichik ayiq ko'tarib olgan sargardan kichik o'g'il bolani uchirtib qoldi. Ayiqchoq kichik o'g'il bola tepib olgan yetim ayiq edi. Bola bu ayiqchoq orqali askarlar bilan yemaklikka almashtirishni umid qiladi. İçi ağrıp ketgan askarlar ozroq konserva va shokolad bilan ayiqni elib qoldi. Bu chog'da askarlarmo 20 yoshlar chamisini eshib ketmaydi. Sutdan ayrilmagan ayiqchoqni ko'rib, ularda dada bo'lish mas'uliyat tuyg'usi paydo bo'lganda qiladi. Askarlar konserva, sut va sut parashukini suv bilan aralashtirib, pokiz yulgan aroq botilkasi bilan kichik ayiqqa berdi. Ular asirtdan navbat bilan kichik ayiqning holidan xabar oladi. Biroq uzun o'tmay bu maxfiyatlik yanada oshkorlanib qoldi. Shu kuni qismlar jiddiy yig'ilganda ayiqchoq o'g'irlikchi chidirdan o'mlab chiqib, tekshirishga kelgan boshliqqa so'qilib ketdi. Ammo boshliq g'azablanish u yoqda tursin, ayiqchoqni quchoqlab turib, uni Votti deb chaqirayli deydi. Votti xuddi bir dasta nurga o'xshash askarlarning qalbidagi urush elib kelgan besim kayfiyatini tarqitib o'tadi. Ular birlikda aroq ichib, tomoq chekib, birlikda chelishishni mashq qiladi. Dastlabda Vottining badan shakli texnik kichik edi. Askarlar uning bilan chelisha oladi. Ammo Votti asta-asta cho'ng'ayganda hech qaysi askar uningga raqib bo'la olmaydi. Keyin chelish harakati qismining an'anasiga aylanib, yangi askarlarning hammasi chuqur Votti bilan bir qatim chelishidi. Shuning bilan Votti degan nom Angliya ittifoqdosh armiyasining quliqiga nihoyat tezla yetib bordi. Ularmo yuqori aqlga ega. Hem eng qovul ayiq jangchisini elib kelib, 22-Leninning oldida ko'z-ko'z qildi. Bir tog' ikki yo'lvasini sig'dira olmaydi deganga o'xshash ikki qo'ng'iroq elishib ketdi. Yirtqichlarning o'rkirishi va o'tkir tirnoqlari askarlarning yiqilishiga imkon bermaydi. Faqat yarim minutda Votti qarshi tarafdagi qo'ng'iroqning gelidan qon chiqarib jangni oyoqlashtirgan edi. Askarlar bu vahshiy yirtqich hayvonning o'zlarining Vottisi ekanligiga ishonmay qoldi. 22-Leninda shu sababdan kayfiyat nihoyat eg'irlashib ketgan edi. Bir kuni Votti o'g'irlikcha munchiga kirganda bir notanish odamni bayqab qoldi. Votti uni besib olib turib askarlarni chaqirdi. Oxirida askarlar bu odamning jasus ekanligini bayqaydi. Uni iqror qilishi bilan 22-Lenin birlashma qo'shinga tuyuqsiz hujum qilmoqchi bo'lgan dushmaniga yoshirin zarba berdi. Yoshirin zarba berish g'alaba qilgandan keyin askarlar orqa-orqadan qaytib kelib Vottini quchoqladi. Chunki u jasuslarni tutib olib 22-Leninni qutqizib qolgan. Texmo muhimi Votti notanish kishilarga duch kelgan taqdirdami insonlarga yaxshi niyat bilan muomala qilganligini, hayvoniy mijozning qo'zg'almaydiganligini bilgan edi. Qisqagina ham tinch kunlar nihoyat tezla oxirlashdi. 1944-yili 22-Leninni Misrdan paraxod qo'ltirib Italiyaga berib yordam berishni talab qilgan. Angliya ittifoqdosh armiyasi irmak hayvonlarni elib kiyimiga chiqishni ma'ni qilishni bahona qilib, Vottining kiyimiga chiqishiga yo'l qo'ymagan. Shuning bilan 22-Leninning qo'mondoni Vottiga bevosita 2-darajalik askar harbiy unvoni berdi. Hamda Votti bizning oila a'zoyimiz va saptishimiz dedi. Shuning bilan Votti Angliya ittifoqdosh armiyasining danqitib turib qilishi ostida kiyimiga chiqdi. Üstüte qaplagan jang maydonida Votti kishini hayron qoldirgan tushish iqtidor namoyon qildi. U xohlagancha 4 askar ko'taroladigan o'q-to'rni ko'taroladi. Boshqa o'q-to'rlarni to'shiyotgan askarlar urushdan qo'rqib g'alg'al titraydi. Ammo Votti kech-kunduz jang maydonida qatirab yurmoqda edi. Votti o'q-to'risiga erishgan barliq askarlarning jangovarligi zo'r darajada eshib ketadi. Chunki ular Vottining o'zlariga elib kelgan o'q-to'rlarning omad elib keldiganligiga ishonadi. Keyin 22-topchilar Lenin 22 to'shig'ichi Leninga o'zgartirilgan. Leninning iznikimi Votti obrazi bilan yasalgan. Ham hozirgacha ishlatilib kelmoqda. 1945-yili ittifoqdosh armiya g'alaba qilganda Vottining to'pisi ko'rinarli bo'lg'achqa to'g'an darajalik serjant darajasiga o'stirilgan. Keyin Lenin Shotlandiyaga berib o'rlashgan. Votti nihoyat tezla yerlik kishilar bilan ichqo'yin tashqo'yin bo'lib ketgan edi. 2 yildan keyin qism tarqalib ketib, ko'pchilik Vottini Edinburg hayvonot bog'chisiga topshirib bergan. Az bir qism askarlar Polshaga qaytib keldi. Lekin ko'p qism askarlar Vottini yanada qilishni tanladi. Nimalar degan bilan oila a'zosi bor joy uy edi. Ko'pchilik arlab hayvonotlar bog'chisiga berib Vottini ko'rdi. Birlikda tomoq chekib va isli aroqlarni tetib kelishdi. 1963-yili 12-oyga kelganda 22 yoshli Votti sharafli hayotini oxirlashtirdi. 2011-yili Polsha bilan Edinburgda Vottining bir necha misaykil yasalib, urushda oilasidagilardan ayrilib qolgan bu askarlarga illiqlik ato qilgan ayiqchangchi xotirlanadi. Balkim Votti 22-Lenindagi askarlar bilan tunishgandan boshlab bir hayvon bo'lmasdan, balki uningga texmo mos keladigan nom 22 to'shig'ichi Leninning serjanti Votti edi. Bugungi mazmunlar mushu yerda yaqqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz bizni qo'llashni unutmang. Qanday qo'llashni siz bilasiz. Oxirida turdoshlardan kutadigan kichkina umidimiz bor. Agar mumkin bo'lsa ustidagi salonni qo'shib oling. Bundan keyin texmo nodir mazmunlar yo'llanadi.